Peterni ko'rdik. Mayli, davron surdik, o'ynadik, kuldik. Qay birimiz moshin mindik, qay birimiz uylar qurdik. Musofirlik nonin yesak nima qildi? Har birimizni aziz do'stlar, musofir jonimizni Alloh taolo saqlasin. Eson omon vatanga borish nasibi ro'z oilaga bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Aziz do'stlar, to'yimiz davom etadi. Bu akamiz aytadiki, Toyir aka degan inson davrada bor dedi, o'tgan akasi. Undan keyin davom etamiz. Baland tog'lar qor bormi? Yigitlar nomus bilan qor bormi? Davramizda aziz do'stlar, Toyir aka degan zo'r borma degan joyda. Ba'zi vaqtlar osmon navoiy so'ralmaydi, ochilgan gullar ba'zi vaqtlar so'ralmaydi. Bu davrada aziz do'stlar, har kim ham o'tib yuraga o'tib davraga kelolmaydi, kelsa ham Toyir akaday bo'lolmaydi degan joy. Oldindan buni qarsak bo'lsa aziz do'stlar, tayyorlanib kelayapti akam. Rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum, uzoq yaqinga kelgan mehmonlar, hamdardlar. Mana shu bugun kechamizning yig'ilishimizning sababchisi bo'lgan ukam Nurmatjonning umr yo'ldoshi bir umrlik umr yo'ldoshi bo'lgan kelinimiz otaxonlarning baxt va saloh shamida o'tar ekanmiz. Men fursatdan foydalanib e'tirojga baxtdan esa to'ji taxtlar tilaymiz. Ukam baxtli bo'l, doimo eng yomon kunlaringga mana shunday xursandchilik bilan